va eng qizig'i ya'ni biz turkiylar u yerda to 19-asrgacha deyarli yutqizmaganmiz. Qaytarib forpost bo'lib kelgan bu yerlar. Tasavvur qiling, Muhammad Alixon, Madalixon, ya'ni Amir Umarxonning o'g'li yurish qilgan o'sha Xotanga, Qashqarga va Xitoy imperiyasini qarang yenga olgan, qaytargan Xitoy imperiyasining kuchini. O'ylab ko'ring, ozgina taxminan 30 yildan keyin Rusiya ekspansiyasi, Rossiya imperiyasi bizga bostirib keladi. 30 yilgina arzimagan bir 25-30 chorak asr oldin bemalol Xitoy imperiyasi bilan bellasha olgan Turkiston. Bittagina Qo'qon xonligi hali. Agar uchalasi birlashganda bilmadim, bemalol Sharqiy Turkistonni biz hozirgi kunda ham o'zimizni turkiy bir davlat sifatida ko'rgan bo'lishimiz mumkin edi. Bu yerda yana bir qiziq jihati bor. Ming afsuski, bizda mana shu ya'ni birlashmaslik. Mana shu birlashmaslik doimo bir-birimizga fitna qilishimiz, bir-birimizni orqamizdan pichoq urishimiz natijasida o'zi biz boshqa bir tamaddunlarning ta'siriga, boshqa bir imperiyalarni o'sha mustamlakasiga aylanib qoldik. Muhammad Alixon Qashqarda, ya'ni Sharqiy Turkistonda Xitoy o'sha imperiyasi bilan kurash olib borayotganda, Buxoro amirligi Xitoy bilan yashirin muzokaralar olib borgan degan gaplar bor. Yashirin muzokaralar olib borgan. Tasavvur qiling, Amir Nasrulloh keyin bekorga hujum qilmagan shekilli 1842-yilda o'sha Qo'qonga. Nodira begimni o'ldirdi, Amir o'sha Muhammad Alixonni o'zini ham o'sha shahid qildi. Bu yoqda Xitoy bilan kurash olib borib va muvaffaqiyatga erishayotgan odamni bir xonlikning orqasidan pichoq urishday gapda bu. Mana o'ylab ko'ring. Undan keyin nima bo'ldi? Ikkalasi ham yem bo'ldi. U yoqda Xitoy ekspansiya qildi Sharqiy Turkistonni, bu yoqda Rossiya kelib bizni O'rta Osiyoni ekspansiya qildi.